Mastentuono o'zining ilk El Clasico g'alabasini maydonga ham chiqmasdan qo'lga kiritdi. U Lamin Yamalning qizini deyarli tortib oldi. Lamin mashhur argentinalik qo'shiqchi Niki Nicole bilan uchrashib yurardi. Ammo u avval ham Enzo Fernandesni qo'shib boshqa yulduzlar bilan munosabatda bo'lgan. Ularning munosabati Enhagganing Bayer bilan shartnomasidan ham qisqaroq davom etdi. Otiga 13 kun. Yamal profilidan avatarkasi ham olib tashladi. Go'yo maydonda yolg'iz qolgandek ko'rinardi. Va shunday qilib 18 yil ichida uni ikkinchi marta aldashganday bo'ldi. Argentinalik OAV xabar berishicha, ajralish sababi Niki Nicolening Realning argentinalik yulduzi Mastentuono bilan yaqinlashgani bo'lgan. Yamal profilidan avatarkasi ham olib tashladi. Go'yo maydonda yolg'iz qolgandek ko'rinardi. Va shunday qilib 18 yil ichida uni ikkinchi marta aldashganday bo'ldi. Argentinalik OAV xabar berishicha, ajralish sababi Niki Nicolening Realning argentinalik yulduzi Mastentuono bilan yaqinlashgani bo'lgan.